Endilik leksiyamizga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Men sizlarga leksiya so'zlayotganda bo'libmi Yaponiya to'g'ri so'zlagan leksiyalarimda shundoq bir narsani ta'kidlab kelgan edim. Masalan, Yaponiya vaqtim shu islohot jarayonida yoki vaqtim mayli qaysi yo'l bilan bo'lsin, davlatning siyosat tartiblarida eng oxirgi bir qadam qoldi. U bo'lsa asosiy qonunni o'zgartirish degan edim. Bugun shu qadam yetib keldi. Hozirgi so'zlaydigan leksiyamiz shu mazmunda bo'ladi. Diqqat qiling, hurmatli vatandoshim, bu men uchun, men o'ylaymanki, men uchun emas, men o'ylaymanki, muhim bir tema. Shinzo Abe'ning Erkin Demokratlar Partiyasi saylamda g'alaba qildi. Jungo Yaponiya munosabatidan aytganda baxtdan derak beremdi yoki ofatdan derak beremdi. Mavzuda xabar 10 ayning 23 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Erkin Demokratlar Partiyasi bu qatimqi saylamda tovlagan shior bu davlatni o'zil kesil qo'g'daymiz. Parlament saylamida Shinzo Abe'ning Erkin Demokratlar Partiyasi bu davlatni o'zil kesil qo'g'daymiz. Shior nayt jangovar shior vatandosh. Tokyo, Yaponiyada 48. qatimliq parlament saylimi yakshanba umumiy bilet tashlash orqali haftaning 1-kuni bilet sanaganda Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyasi va Adolat Partiyasi parlamentga avvalgi o'ringa yaqinlashdi. Bu qatimqi saylamga qatnashgan amalda amdili qurilgan siyosiy partiya Umid partiyasi qatorliq partiyalar yana asosiy qonunni o'zgartirishni qo'llaydigan hokimiyat sirtidagi partiyalar va parlamentda asosiy qonun o'zgartirishni qo'llaydigan parlament a'zolari kuchi Osiyo asosiy jihatdan qonunni o'zgartirishga kerak bo'lgan 3dan 2 qism bilet soniga erishdi. Bu saylam natijasi darhol Jungo bilan Koreyaning hoshyorligini va bearom bo'lishini qo'zg'adi. Yaponiya har qaysi cho'ng matbuotlar bilet tashlash punktining ishida turib tekshirdi. Kech soat 8da bilet tashlash oxirlashdi. Her qaysi Yaponiya matbuotlari nihoyatda tezda Erkin Demokratlar Partiyasining saylamda g'alaba qilganligini e'lon qilishdi. Shu kuni kechda Tokyo Yongtianding Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyasining shtabi joylashgan yerda bilet tashlashning natijasini kutib turgan Vazir Shinzo Abe bilet tashlash kayfiyati oxirlashgandan keyin muxbir asosiy qonunni o'zgartamsiz deb savol qo'yganda bu masala fuqarolar bilet tashlash orqali belgilaydigan va shundoq belgilanadigan masala bo'lganlikdan shunga fuqarolarning tushunishini chunqurlashtirish muhim. Bunun için parlament, avam palatası ve kengash palatasının yığınında her qaysi partiyalar qo'ygan loyihani qurilish xarakterlik muhokama qilishimiz lazım deb javob berdi Shinzo Abe. Vazir Shinzo Abe muxbirlarni kutib olish yig'inida yana mundaq dedi. Muqim siyosiy asoslar va mustahkam huquq yurgizuvchilar ittifoqi, iqtisod, diplomatiya, bexatarlik siyosatni ilgari surganda saylamda tashabbus qilgan bir siyosatni va uning natijasini izchil ijro qilish kerak. Erkin Demokratlar Partiyasi bu qatimqi saylamda o'ttirib qo'ygan asosiy qonunni o'zgartirish nishonini qo'llash kerak. Demek hozir Erkin Demokratlar Partiyasi saylamda ustib oldi, parlament saylamida. Demek 11 ayning 5'ida endi Shinzo Abe yana bir qatim Yaponiyaga vazir bo'lib saylanadi. Endi hozir o'zi oshkorli eg'izga olibdi. Bizning tashlaydigan qadamimiz va qiladiganimiz va qo'g'lishadigan nishonimiz asosiy qonunni o'zgartirish bo'lishi kerak. 11 ayning 1 kuni Yaponiya parlamentida vazir saylami o'tkaziladi.
Shinzo Abe'nin yana bir qatam saylanishi, qayta saylanishi mo'ljallanmoqda. Lekin Jungo Koreya matbuoti dushanba kech g'ulg'uli qanot yoydirib, Shinzo Abe'nin 4-qatam vazir bo'lib saylanib, hamda bu qatam asosiy qonunni o'zgartirish mumkinligini muhokama qilishdi. Jungo bilan Koreya matbuotlari. Yaponiya iqtisod huquqlari gazeti haftaning 1-kuni xabar e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Yaponiya bilan savdo tijorati yaxshi bo'layotgan Yevropa ittifoqi bu qatamqi saylamga olqish yangratdi. Diqqat vatandoshlar. Bu qatamqi saylamga Yaponiyada o'tkazilgan parlament saylami va uning g'alabasiga Yevropa ittifoqi olqish yangratdi. Lekin Jungo Koreya matbuotlari asosiy qonunni o'zgartirdi deyishni tilga elishdan ehtiyot qildi. Demak, eg'izga ololmadi degan gap. Jungo yer shari vaqt gazeti Yaponiyada 10 yillashish to'xtaydigandek emas deb ko'rsatdi. Demak, Jungoda hozir mushu vaziyat umidsizlik boshlandi. Yaponiyada asosiy qonunni o'zgartirish uchun 3dan 2 qism parlament a'zolarining qo'llashidan o'tish kerak deydigan bu o'tkal bu qatimqi saylam orqali asosga ega bo'ldi. Demak, parlament saylamida 3dan 2 qism o'tkaldan o'tdi, a'zolar saylandi. Demak, bu a'zolar asosiy qonunni o'zgartirish uchun kerak bo'lgan son edi. Demak, bugun Yaponiya parlamentida bu son o'tkalidan saylam orqali o'tdi. Hamda asosiy qonunni o'zgartirishni qo'llaydigan vazir Shinzo Abe'ning so'zlari bu faktni isbotlab berdi. Tabriklaymiz Yaponiya. Va siz uchun ham, shundaqla Osiyo uchun ham tarixdan burilish davridir. 70 yil qaynamdek, dengizda qaynagan qaynamdek shu yerda, shu o'rinda, shu jo'grafiyalik ma'lumotda turgan Yaponiya bugun endi qaynamni tugatib burilish yo'liga, dag'dam yo'lga chiqdi degan gap. Yaponiya endi uzil-kesil ozod bo'ldi degan gap. Demak, bu ozod bo'ldi degan so'z cho'ng gap emas. Hech kim Yaponiyani besib olgan emas. Urushdan keyingi shundaq bir tartibdan Yaponiya uzil-kesil ozod bo'ldi. Osiyoga bu ozod bo'lish qanday ta'sir ko'rsatdi? Dunyo vaziyatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Osiyo Tinch okean vaziyatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Shundaqli Yaponiyaning bu ozod bo'lishi esinglarda borki, Iroq Sharq strategiyasi, Yalta shartnomasining Xitoy shartnomasiga qanday ta'sir ko'rsatdi?